Bismillahirrohmanirrohim. Hadislar gulbog'i. Bolalar uchun hadislar. 8 hadis. Jannat onaning oyoqlari ostidadir. عن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فالزمها فإن الجنة تحت رجليها رواه النسائي. Muaviya ibn Johima radhiyallohu anhudan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Bas onang bilan birga bo'l, chunki jannat uning 2 oyog'i ostidadir. Nasoiy rivoyatlari. Aziz bolalar, bu ajoyib hadisning aytilishiga sabab bo'lgan bir voqea bor. U mana bunday bo'lgan. Bir kuni Johima ismli sahobiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib dedi: Ey Rasululloh, men jihodga borishni xohlayman. Sizdan maslahat olish uchun keldim. Shunda Rasululloh so'radilar: Onang bormi? U ha dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga: Bas, onang bilan birga bo'l, chunki jannat uning 2 oyog'i ostidadir dedilar. Bolalar, biz o'zimizga oson bo'lsin uchun bu hadisni 2 qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi, bas onang bilan birga bo'l degan qismi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yerda onaning nomini alohida gapirdilar. Nima uchun? Chunki onaning bola ustidagi haqqi otanikidan ko'ra ko'proqdir. Ona o'z bolasini tug'ishdan avval 9 oy qornida ko'tarib yuradi. Tug'ayotgan paytda rosa ham qiynaladi. Undan so'ng bolasini 2 yil emizadi. To u katta bo'lgunicha yedirib, ichiradi, yuvib, taraydi, tarbiyalaydi. Shuning uchun musulmonlar o'z onalarini juda ham hurmat qiladilar. Onaning qilgan yaxshiliklarini tez-tez eslab turadilar. Katta bo'lganlardan keyin ham onalariga yaqin yuradilar. Bola chaqaloqlik paytida birov aytmasa ham albatta onasini yaxshi ko'radi va doimo unga intiladi. Onasi undan uzoqroqqa ketsa yig'lashga boshlaydi, chunki onasi unga ko'p yaxshiliklar qilishini biladi. Onasi qaramasa o'zini eplay olmaydi, ovqat ham yeya olmaydi, hatto onasi o'ynatmasa o'zi o'ynay ham olmaydi. Bugun katta bo'lib, aqli kirib qolgan bolalarning hammalari kichik paytlarida ana shunaqa bo'lishgan, to'g'rimi? Shuning uchun ular hozir onalariga ko'p rahmatlar aytishlari kerak. Onalari xursand bo'ladigan ishlarni qilishlari lozim. Aqlli bola va aqlli qiz onasining yaxshiliklarini hech ham unutmaydi. O'zi ham onasiga mehribon bo'ladi. Katta bo'lgan sayin onasiga ko'proq yordam berishni o'rganib boradi. Ayniqsa o'g'il bola o'sib ulg'ayib kuchli yigit bo'lganda onasini ham, otasini ham yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Ularning aytganlarini qilib, hurmat izzat ko'rsatadi. Agar biror zarur ish bilan uzoqroqqa ketib qolsa, tezroq qaytishga harakat qiladi. Kelgunicha ham ota-onasiga telefonlar qilib, xatlar yozib, hol so'rab turadi. Ko'proq qolib ketsa, uzr aytib, hadiyalar yuboradi. Hadisning 2 qismida jannat uning 2 oyog'i ostidadir degan jumla keladi. Bu so'zdan nima ma'no kelib chiqadi? Buning mazmuni shuki, farzand onasining oldida o'zini past va kamtar tutishi kerak. Onaning yonida hech qachon o'zini katta olish mumkin emas. Bola onasiga rahmdil bo'lishi, hamma vaqt muloyim va yumshoq gapirishi kerak.
Shunda ona o'z bolasidan rozi bo'ladi va uni duo qiladi. Bunday farzandni Alloh ham, Rasululloh ham yaxshi ko'rishadi. Onasini hurmat qilgan bolani bu dunyoda hamma hurmat qiladi. Qiyomat kuni bo'lganda Alloh uni ulkan va go'zal jannat bilan mukofotlaydi. Alloh taolo hammamizni mana shu hadisga amal qilishni nasib etsin va hammamiz onamiz bilan, otamiz bilan birga jannatga kirishimizni o'zi muyassar aylasin. Endi ushbu hadisdan olinadigan xulosalarga kelamiz. Birinchi xulosa: bolaning ustida onaning haqqi shunaqa ko'pki, uning hammasini hech qachon ado qilib bo'lmaydi. Ikkinchi xulosa: ona o'z bolasini kichik paytidan boshlab biror kun ham yolg'iz tashlab qo'ymagan. Yaxshi bola ham katta bo'lganda onasini hech qachon o'z holiga tashlab qo'ymaydi. Uchinchi xulosa: inson jannatga kirishi uchun onasiga va otasiga chiroyli xizmatlar qilib, ularning duolarini olishi lozim. Mana hurmatli bolalar, shu bilan 8-hadisimiz nihoyasiga yetdi. Endi sizlar bilan inshaalloh 9-hadis ustida uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. لكن لا أنساها وكما هي ترعانا والله سنرعاها أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي ترعانا والله سنرعاها والله سنرعاها